Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli qarindoshlar, men qarindoshlar Nabija Ala. Bugun bir suhbat programmasi. Har birlari bilan o'rtoqlashaylik bir program orqali. Yani bugungi programmamiz yana shu o'tgan hafta Turkiyaning ATV kanalida chiqqan Amerika hukumatining Vahan koridoriga Daesh militanlarını yötkigenlik xəbri və ya da Xitayğa qarşı bir güç şəkillendiriyotqanlığı və bunun Türkistan Xitayğa zərbə verdiğən Xitay Amerikaga yo'q. Amerika Daesh'nin qolu bilan Xitayğa zərbə verdi degan şəkildə bir narsa o'tirib chiqqan bo'ldi. Bu xəbərlərdə ciddi elinip belli Facebook olsun, mailimizden WhatsApp olsun her şekilde buna ait gulu keltürgen bir haber oldu. Bunun halkımız biraz oy şunda işte bulamı diyen şekilde heyrallık ve çok bir ümit bir Xitayga kim biz usulü de şu fırsatı bizim bir urva saklı ihtiyacı güne acayip bir fırsatımız gelgen dep hemimiz hoş bulduk. Hem de bunun katta Amerika Tashqi ishlar Ministerligining bu Aknasiya radiosi orqali o'zlarining tushunchasini berganligi, Amerikaning unda bir planining, unda bir yo'lining yo'qligini, agar bunda yo'lning bo'lishimi gerçi Sharq Turkiston vaziyatiga emas, gerçi Xitoyga foydali bo'lganligini, Xitoyning bundan foydalanib, hozirgi xalqaralashayotgan, kun tartibga kelayotgan Xitoyning mayli Uyg'ur, Qozoq millati olsun, shundan boshqa o'zining ichki shaklda elib berayotgan diktatorligining oshkorlanib ketishi, irqiy qirg'inchilikning oshkorlanib ketishini yepishtirib turklik rol o'ynaydiganligini. Buningda xalqning diqqatini boshqa qarab, bu yerdagi irqiy qirg'inchilik masala emas, balki bir davlatning butunlik masalasiga hujum qilayotgan, bir terrorlik masalasi ekanligini, ya'ni Daesh o'xshagan xalqaro sesib ketgan, nomi pur ketgan bir nimenin namıda, bir kollektifning namida qilgan ishda hech qachon uni aqlab bo'g'ilmaydi. Buni bir Sharq Turkistonning mustaqillik da'vosi deb ko'rsatib olmaydi. Buning ovozimiz yetmaydi. Buning uchun Xitoy buni da Xitoy uchun foyda bo'lganligini, garchi bir Ezemberek o'qli yoqdan bu yoqqa etishib, yani bir şekilde bir urush maydonlari hosil bo'lsinmi? Garchi, lekin buningki Xitoyning o'zini o'ng'ishlashiga, Xitoyning ömrünü uzatishga, Xitoyning xalqarada o'zini mazlum ko'rsatib, texmi zolimligini, texmi yo'shirishga foyda bo'lganligi bir kun tartiblanganligini analizlar eskartgan bo'ldi qarindoshlar. Demak, nima deganda qarindoshlar, bu yerdagi men ATV'ning bergan xabariga ijobiy qarayman. Qanday ijobiy qaraysa desangiz, Turkiya hukumati buni bir şekilde iki bir rol oynadı bununda. Birisi, hoş, biz ilgili sürgендek Xitoy bilan hamkorlik bor. Xitoy bilan bir şekilde işbirliği qilib beryapti. Çünkü Türkiye hukumati Avrupa Birliği'deki qo'llashdan ayrılıp qolgandan keyin derhal bir şekilde xalqaro siyosatda üzgüçlük çokum bir hamkorlashib izlaydi. Bu izleyen birinci hamkorlashuvchi Rossiya oldu. İkinci hamkorlashuvchi Xitoy. Çünkü bu iki hamkorlashuvchi Birleşken Devletler Teşkilatı'daki dünya 5'ten büyük mü degan içindeki 5'ning ikkisi şu. Hazırki ittifaqlashgan ikkisi bilan do'st bo'ldi. Qolgan qanday qilsa, qolganing do'st bo'lmasa, mashq bilan birlashib qanday uchimiz shunimiz degan shaklda xalqaro bunday shaklda bir siyosat o'ynab, bir xalqarodagi Turkiyaning vaziyatining bir shaklda xalqaro kun tartibda buzg'unchilik uchrab ketmaslikka, ziyon tortib ketmaslik uchun bir şekilde bu hamkorlik şekilde iş ilib beryapti. Xo'sh, unda o'z ish ilib berayotgankan Vahadur koridorining bir şekilde u yerga mayli biz bilamiz Afg'onistonda bir şekilde bir Daesh'ning bir qismining bir guruhning borligini, u yerda harakat qilayotganligini, ularning u yerga kelmay turib shu yerdagi Iroqdagi Daesh Abu Bakr Bag'dodiyga bayat berganligini
Aq o'g'alli, ko'k o'g'alligini xabari 2 yilning oldida chiqig'liq. Hatto 2 yilning oldida qarindoshlar. Shu Daesh texe nima bo'lmay turib bizning Uyg'urlardan bir 5-6 yuz aşağı yo'qlashgandan keyin ularni Allohni ruhlantirib aslidan keyin mushada biz ma'naviy tinchlantirib bo'lgandan keyin asta Osiyo tarafga berib sizning ishg'olingizda urush qilib beramiz, o'shani sizlarni olib beramiz deb qarindoshlarimizga bir qalbiga menda bir umidlantirib qo'ygan yerlari bor. U xabarlarni o'tirib chiqqan. Pat muddatda biz mushani menda hali bir qilib yetiblar. Andan keyin asta kuchni ashadin olmasak bo'lmaydi. Chunki u tarafda O'rta Osiyoda kimga sadoqatman bilan aqida turadigan bir muntazam odam kuchi bor. Mayli O'rta Osiyodagi qozoq, qirg'iz bo'lsin, mayli bizning Sharq Turkiston Uyg'ur bo'lsin. Bu yerdagi o't yurak shu jang desa shu tulparatdek kuchadigan bir mujohidlar bor ashada. Sap mujohidlar bo'lgan. Hech qanday bir zarrachilik bir buzulmagan bir sap insonlar bor. İslam diniga texe har xil şekilde mezhepning ta'siriga uchramagan bir munbat tuproq bular. Bularni biz inshaalloh bir şekilde mushaning foydalanib bir şekilde bir uyaldi bir mushada qalbilik mushada tiklaymiz desek bo'ladi degan qarashdagi bir xabarlar shu vaqtning o'zida uchib yurgan qarindoshlar. Endi gapimizga qaytib kelsak, endi durust Turkiya hukumatı bu xabarni men deyman, bu ikki bizlik shaklda chiqadi. Birisi zaten Xitoyga manfaatiga yaxshiroq bo'lish, Xitoyni bir shaklda Xitoy bilan istixborot nimasi bor-da, uchrashishi. Endi bu şekildeki uçurlarını ortaklaşkan şekilde özünün televiziyası arkalıkça bir şekildeki insanların dikkatini o yerge borab biriş bir şekilde xalqaraga Xitoyning bir nimaga uchrayotganligidek bir nimani berish uchun uchurni bu şekilde yerdan o'zining televiziya kanallari orqali bu yerda bir ishning bo'lganligi to'g'riliq ishorat. Endi bizga nima ishorat deganda, ey Uyg'ur millati, ma u yerdan keyinga chiqib ketmanglar. Sizlar nayt bir mezlum bir şekilde turvatsizlar, nayt aciz azlıklı vaqtinglar. Şunun için bir yerde Daesh desim onun yanına vermanglar. Bir yer desim bir yer vermanglar. Bir şeyde şu niminin vaqtida Irak'taki uğraşının içinde taze hay desek onu may taze kamlaştıramadыңlar. Seni bir yer verip bir şekilde bir neçe numara katmış başarılı bir kural yaratmak etişini gidip bizanlı gibi bir ayrım yakıl olanı desek güpüldü tüplama aşağı geçirip gidip amma o'zingni qurbon qilib etdinglar. Sizlar asli qurbon qilishga bo'lmaydinglar. Sizning jihad maydoninglar o'zingning tuproqda. Sizlar shu yerda asli nima beradinglar degan shakldagi bir mesajni, bir uchurni beryapti qarindoshlar. Demak, uning uchun yana shunday Daeshning, yana uning buning degandek bir shakldagi bir qapqonliq uchib ketmanglar. Eng yaxshisi o'zingning ishini, o'zingni qanday qilishni, xalqaro vaziyatdan qanday foydalanishni, o'zingning armiyasini qanday qurib chiqishni, qanday tashkillashni bilinglar. Sizning qurol tutqunligingiz 20 yil bo'ldi. Sizda mukammal shakldagi bir jang maydon tajribasi bor. Bir askariy ta'lim olgan, muasir olgan bir 2000 askaringlar bor. Bir şekilde jang qilaligidek bir kuchinglar bor, qurol yaraqinglar bor. Moşine ünümlü şekilde işletildiğin bir xalqaro vaziyatda ünümlük paydalanıp başqalarının namiga inib ketadigan ishlardan hazır aylanlar degan şekilde bunda bir uçurulna berdi. Ama bu uçurni biz to'g'ri qabul qilolmay ba'zilarimiz tirnoqlarga ba'zilarimiz buni qabul qilolmay ya Turkiya degan qanday qilib etdi, bizni qurbon qilib etdi, aq qilib etdi, ko'k qilib etdi degan şekilde manda selbiy şekildeki bir narsalarni yazdı. Hem de ondan yazganlar sen nimiş yazsa, sen o Türkiye'de olmaydır, başka şehirde turulib, başka devlette turulib, onu da dediğin nima haqqın var desek, hem de dedi ki oğlum, mening fikir qilish haqqim bor, men desem o'zim deyman. To'g'ri, hammamizning fikr qilish haqqi bor, fikr qilish haqqimiz bor, haq huquqimiz bor. Ammo bu haq huquqimizni to'g'ri yerga ishlatsak, dal joyida ishlatsak, nihoyat yaxshi bo'ladi. Ammo haq huquqimiz taze işletilmeydiğen, yakımız küçük iyi bulmaydiğen, yakımız bu hak hukukimiz, şahsi bizden hak hukukumuz bir cemaatinin, bir kollektifin menfaatine tesir edip kaldığın şekildeki bu hak hukukunu şahsen mençe işletmeyemem bu hukukunu. Yani benim hak hukukum sebeple
bir türküm cemaatning şu coğrafiyada yaşayotgan qarindoshlarımızning manfaatiga yoki shularning turish hayotiga yoki bexatarligiga yoki dushmanning bundan foydalanib ketadigan bir şekilde nima bo'lib qilishiga men shaxsan ishlatmayman unda huquqni. Shuning uchun bu şekilde biz qaysi vaqtda qo'ysa huquqni ishlatishimizni, qanday narsa yezishni bizda mandaq bir siyosiy jihatdagi fikr, siyosiy jihatga tushunchamiz nihoyatda mücmel, nihoyatda bir tar. Onun uchun biz o'zimiz shakldagi o'zimiz tushunganini bir şekilde o'tirib etadigan, davetadigan mandaq shaklda usullarni ishlatyapmiz. Qaysi davlat bizning do'stimiz, qaysi davlat bizning dushmanimizning do'sti. Buni qanday farqlantiramiz? Buni qanday muomala qilamiz? Siyosatdagi muomala qanday bo'ladi? Bu narsalarni o'ylashib qilsak aytmoqchi. Ammo bizning ichimizda, ya'ni hozir o'ttirliqdagi shu Uyg'ur, Mojarlik Uyg'urlar ichida siyosatchi yo'q qarindoshlar. Siyosatchi yo'q, ammo siyosiy faoliyatchi bor. Bizda siyosiy faoliyatchi bilan siyosatchini aralashtirib oldigan yoki bo'lmasa siyosiy faoliyatchini siyosatchi ustiga chiqib oladigan manda hukm bor bizda. Onun uchun biz ma'noki naslda biroz bundan aralashtirib yetadigan yoki bo'lmasa xato shaklda hukm berib qo'ygan biz salohiyatni bilinmagan darajada bizcha bir insonning ma'naviyanning salohiyati nima? Bir muxbirmi bu? Bu siyosatchimi yoki bu obzorchimi? Buni bilish kerak-ku. Men bir siyosatchi emas, men bir siyosiy faoliyatchi emas, faoliyatchi qilgan tashkilotchining ishida emas. Ama men bir muxbir, men bir xabarchi, men bir xabarlarni analiz qilgan o'zim kuchli, tafakkur qiladigan, unucho qaysi uchun shaklda xalqimizga foydali bo'ladi, bu shaklda o'tirga chiqishga intilayotgan bir shaxs. Mening salohiyatim bu. Ama meni boshqa shaklda salohiyat qilib olsak yoki unda ko'rib olsakcho vaqtida xato hukm qilib qo'ygan bo'lamiz. Demak, o'zimni misol oldim qarindoshlar. Shuning uchun biz bu yerda bu Bahodir koridorga bu şekilde bir şekilde birinin tarang turang bo'lsa, bu yerga yig'ilishning nimasi qanchalik? Agar shunda ahvol bo'lib qoldi degan vaqtidami, biz qanday shaklda yig'ilsak qonunli bo'ldi, qanday shaklda yig'ilsak qonunsiz bo'ldi. Shuning uchun bizning, ya'ni askarligimiz qarindoshlar, biz Daeshning, yana binin keyiniga 20 yil oldi erishib bo'ldik. Biz hozir muhojir hayotimizda biz 20 yillik bir tariximiz var. Kural tutkan tariximiz var. 20 yıl toplagan bir tecrübemiz var. 20 yılda ko'rgan jang meydanımız var. Biz bunu yekunlashimiz kerak. Qaysi xil shaklda, qanday shaklda kural tutup meydanga hazırlansak, biz qonunli shaklda hazırlangan bo'lamiz. Qanday shaklda chiqsak, qonunsiz bo'lib qolamiz. Buni farq etishimiz kerak, buni bilishimiz kerak qardoshlar. Onun uchun hammamizning kural tutqusi var. Allah Taala bizni cihat qilish uchun nima deb o'rgatdi? Hijrat qilinglar dedi. Aningdan ikkinchi tayyorlik qilinglar dedi. Aningdan ikkinchi otlaninglar dedi. Biz xo'sh hijrat qildik. Tayyorlik qildikmi? Tayyorlik qilish qandaqdir Suriyaga, Iroqqa kirishga tayyorlik qilamda. Hozir normal hayotimizda kuniga 2 soat chinik zalga kirib o'tamdik. 2 soat top o'ynayotamdik. 1 soat badan mashq qilayotamdik. Qo'saqlarimiz qarshimizda to'playib ketgan 20 kilo 30 kilo narsani ko'tarib yuribotimiz. Kuniga 20 kilo 30 kilo narsani yopash qilib ketganga o'xshash. Shu badanimizni ko'tarib yuribotimiz. Mushini yo'qotishga, mushini aziltishga, mush o'zimizning hech bo'lmaganda aqlimizni to'g'ri ishlatish uchun badanimizni yaxshi tutishga harakat qilmayotimiz tayyorlikni. Mush tayyorlikni qilmay kuniga 10 qitim yer beg'irlab baqsa, ko'tar yer beg'irlab qilgan. Namoz o'qiyotmanga kuniga 5 vaqt harakat qilyotmanga deymiz. Demek, nima deganda insonning bir tayyorligi bo'lgan normal hayotdagi 1 soat kuniga 1 soat mashq. Chiniqish. Mayli turni gidirli, mayli ig'irlik ko'tarli, mayli yugurli. Qandaylik bo'lmasa badanimizni tayyorlik oldi tutadigan harakatni qilmayotimiz. Qilmay turib bu amaliy kuniga qila oladigan, vaqtimiz yetadigan ajratsak, kuchimiz yetadigan, sharoitimiz yetadigan vatanda bir boksorlik faoliyatini keysak jinoyat yo'lab shaklda turib. Maydonda yugarsakcho milliy bo'lguncha bo'lib. Ammo biz sirtcho Turkiyada ichilyotdi, shunda chini qizlarga qarsak sap kichik vallar, cho'ngli yo'q. Kichik vallar qilgandek u nimani ishni, chini ishni. Biz yoshdiki yoki bo'lmasa bizning tandimat cho'nglar yo'q.
çoğunlukla çeniqisi bulmaydigandek bir şekildeki halet şekillik. Demek, qandaqdır biz tayyor bo'lganning o'zida shu joyning o'zida muaskarlikni ilish emas. Harbiy mashqni. Biz hozirdan boshlab uyda shuningga tayyorlik qiladigan bir ideyani shakllantirishimiz kerak. Ideyadan keyin harakat qilamiz. Ideyada o'ssa makallamizdan, Alloh xolisa men bu kuni gudukchilinib qolsa, men Alloh xolisa shunday yerga boraman deb niyat qilgan bo'lsak, unda shu niyatga yarasha harakat qilishimiz kerak. Chiniqishimiz kerak, badan mashq qilishimiz kerak. O'zimizni shu jang maydonida har xil yo'liqadigan ahvolga qarasa tavlash kerak, imonimizni kuchaytirish kerak, izlanish kerak. Ammo bu qila oladigan ishni hech qaysini qilmay, qandaqdir bir shaklda bas munozara, ahmoqan, o'zi tushunmagan narsaga buningga vaqtimizni isrof qilsak, bu qattiq vaqt xiyonat qilgan bo'lamiz qarindoshlar. WhatsApp to'plarga kirib, qayoq yig'ilmasak qolmaydi. Mayga bormasak, cho'qim zodi jihad qilmasak, urush qilmasak, milliy armiyani tashkil qilmasak, milliy armiyani tashkil qilish uchun uningga bir shaklda ma'miyatni tashkil qilish kerak, ideyani. Ideyani tashkil qilib bo'lgandan keyin cho deganda shuning izlanish kerak. Buni qandaqdir bir gudukchilanish, qandaqdir bir kelib yoki bo'lmasa bir shakldagi bir odam qilib bermaydi, uni hamma odam o'zi qiladi. Hamma odam o'zi buning uchun izlansa, bir yerga uningga yo'l chiqadi. İzlenmegen adamga yo'l qanday shakllangansa, menib shakllangan deydi-ku. Har qanday ishda shuning uchun izlansa, yo'lning ichiladi u. İzlenmese, qachon bir gudlikchilik qiladi, ya mo'sh gap bo'lsa, barammasaqmishda quruq gapni bekib turlar. Yoki mushta shaklda buni munozir qildi. Yo'q. Men bir chiqdim shu to'plarda mehad qilgan gaplarni chekladim men. Ovozim yetgan kirib chekladim. Ey qarindoshlar, bir yerda u biz mayaga yig'ilsak bo'ladi, ani qilsak bo'ladi, hozir mani qilsak bo'ladi degan gapni bu to'plida, ya'ni bir bijal ijtimoiy fikr vositalarida qilgan narsa emas bu. Bu ne? O'zimiz shunday qiladigan odamlar bir shaklda bir yerga nima qilib, bu quloqni quloqqa qilsa bo'ladi bu ne? Bu cheklanadigan narsa emas. Bu mumkin bo'lmaydigan bir narsa. Bu qurolliq tayyorlab, amaliy bo'lmaydigan narsa. Misalga aytaylik, Xitoy o'z ishidan parchalanib ketdi. Sharq Turkiston o'zi qoldi. Xitoyning askarlari chekindi va yoki qoldiq askarlar qoldi. Biz Sharq Turkistonga chirimiz. Hammamiz mayli qurolsiz chirli, mayli qurolliq chirdik bu yerga. Sharq Turkistonni uni qurib chiqishga, uni qo'g'dashga, ya'ni armiya kerak, ya'ni askar kerak. Ya'ni shu yerdagi amonlik, bexatarlik yo boshqa dushmanlarning ziyonkashligini saqlash uchun ya'ni askar kerak-da bizga. Biz u kirib bo'lgandan keyin xalqning askari bilan uni qilmaymiz-ki. Biz shu ba askarimiz bilan, o'zimiz tayyor odamlarimiz bilan bu shaklda u davlatimizni yana tutib turishimiz kerak, qo'g'dishimiz kerak, asrashimiz kerak. Nim bilan bu qo'g'daymiz, asraymiz? Shu qurolimiz bilan asraymiz uni. Uning uchun biz shu qurolni ko'tarishga biz qanchalik shaklda izlanyapmiz? Qandaq shaklda ba'zi bir o'zimiz qila oladigan hozirgi sharoitimizda imkonimiz yetgan ishni qanchalik qilyapmiz? Xitoy buning uchun nima ish qilyapti? Xitoy bizning mushu oldirgan, mushu shaklda bir ishni qilaylik-ku, qurolli shaklda bir Xitoyga zarb beraylik-ku degan mushu nimamizdan qanday foydalanyapti? Xitoy qanday buning suiqasd hozirlayapti? Bir misolni aytib beray qarindoshlar, buni tushunib olsizlar. 2011-yili mushu sirtqi qarta hijrat qilishni mushu bizning qarindoshlarimiz o'zi planlagan ish bu. O'zi planlagan o'tiriq olib chiqib, buni 1 yil, 2 yil o'zi davom qilgan ish bu. Davom qilgan yoshirin shaklda. Ammo keyin bu shaklda bu ish oshkorlanib ketgan gap. Oshkor, chunki Xitoyning quliqi bor, buning nimasi bor. Ammo Xitoy bu oshkorlanib ketgan ishni darhol yo'lini taqib etmagan. To'xtabdi, buni hijrat qilamiz deb mushta izlanib, ya mayli Afg'onistonga bo'lsin, mayli Liviyaga bo'lsin, Suriyaga bo'lsin chiqishga boshlayotibdi. Vaqt 2011-yilda dal nimaning Suriya urush portlagan gap. Xo'sh, unda bo'lsa mishaga bir shovqin suran yomon jiq bo'lib ketib bordi. Biz mush yo'lni kengaytib ichib bersak, mushni bir guldiqras bir chikitib olsa, chikitigan gul chikasini kendi aşağıya berib bo'lib, ya aşağıda Suriyadagini terrorchi demdoq, ya anondan keyin o nimaning ichilmagan vaqti. Daeshning. Shu yerda bir shaklda bilinib bir qarilaydigan bir shaklda bir o'rtib qiladigan ishni qilsak qanday bo'ladi degan shaklda buni muzokaralashgan gap. Muzokaralash unda bo'lsa buni oldin to'smayli. Buni namiz ajutishdi, buni e'lon qilib berib, o'zining og'ziga o'ziga boshlaydiganligini
yilchiroq yiqib bildi. Aşağıdan bir çıkesi ama bek aşkarlanıp ketmiş bir tusap turla bilmem abi. Pul olsun, onun olsun, bir bağısını örültüp, nima qilib, hem pulni mo yig'la, pulni hep qallab bugünligi. Hem yüzüne manda bir şekilde bir top şekilde çıkarıp degan şekilde şunu biz tayinatqa nayet keng ko'lamli şekilde xotirjam bexatar berib oldik. Bu yerda qarindoshlarimizni ilgari surib, mushu Xitoy ichpagan yo'l deb ketib qolgan narsa, Xitoy bizning manga yo'limizni bildi. Bilgandan keyin oldin bilmadi. Biz minib bo'lgandan keyin bilib, unda bo'lsa buni, unda bo'lsa bu yo'lga biz mandaq shaklda bir yo'lni ichib birli, bu mandaq shaklda bo'lsin. Bunda bir qaralansin. Xalqarada manda oldi, anda oldi deydigan azroq bir besim keladi. Lekin kelajak basri bizning qo'limizda o'lamaydi, ma go'yla. Ya urush maydonlarida o'ladi. Ya komizcho och qilib o'ladi, ya komiz xona vayronchilik o'ladi. Ana kendi mayadiki bulning ichib ketgan o'rni beka qiladi, nopus beka qiladi. Bu yerga teximjiq odam bir uyg'ur ichib ketgan bo'lsa, uning o'rniga mingni 100 Xitoyni kelib, işte o'rlashtirib qilib etamiz. Anadan keyin mushliq bog'lab turib, mush yüzünü eski ko'rsatib turib, mayadik uruq tiqqini urushga toza bir bana oldu. Chunki vaqtida bizning ko'maydi. Düşmanlikni bizni izlamaydi, uruqqa, shu Nabijon degan chet-elga ketganmigan bo'lsa, menga mushkun yo'q degan yerga keltiramiz malini. Uning uchun biz mush shaklda o'rin o'ynaylar. Nabijon chiqetdi. Unda o'zi Nabijon chiqib ayada televizor so'zlatibdi. Unda o'zi sen, unda o'zi aksi artistni mashina ayada biz urla. Ining so'zlamagan bo'lsa, seni urmaydiq. Biz emas, iningni qarshi deb mandaq shaklda qilamiz degan shaklda qilayotgan ish ma bor. Uning uchun Xitoyning bu şekilde oynayotgan o'yiniga nisbatan biz yana sezgir bo'lamiz. Xitoy boshqa bir yerdan, ya Hindistondan, ya Bengaldan, ya u yerdan, ya bütün chigirdakiga hozir bütün quloq, bütün boshqa bir shakldagi munosabat shakldagi ishlarni o'rnitib buloqliq. Bir şekilde qilaylik. Ammo har qanday ishni boshlashdan burun Abim deganimdek, biz bir qonunliq bilib, xalqaro e'tirof qilish bilan yo'lliq malning ishi degan shaklda o'ttirga chiqadigan sharoit kemmigicha har qanday shaklda qilsak, vaqtida ishimiz tozcha o'sib ketmaydi qarindoshlar. Shuning uchun buningga izlanishimiz kerak. Buningga izlanishib, buningdan cho'p fursat kutishimiz kerak. Hozir fursat kutish degan gap yo'qlanib ketish, umidsizlanib ketish, to'xtabdi, hozir bo'lmaydi degan gap emas. Abim qidek, mayli siz turbatkan dövlətinizdə mənim şifsiyyə heç kim gap qılmaydı mənə. Mən 10 kilometr yürürəm, 100 kilometr yürürəm, qançılıq yürürsəm meyli. Mən miltiqatığa verib qançılıq etib alsam meyli, pulunu götürəlsəm heç kim bizim deməydi. Hatta mən qanunlu quralımı etib alayım. Məni heç kim bizim deməydi. Amma mən şunu qilishim kerak. Amma biz qanunlu qıla alaydigan işimiz tursa, onu qılmay. Mən çoxum mavati desək, vaqtida to'g'ri olmaydi. Demək çoxum biz qıla alaydigan işlərimizni qılıb qaqaş turaylik qarindoshlar. Bir şekilde tayyorligimiz bo'lsin. Tayyorligimiz bizning içimizden çıkan bir tayyorligimiz bo'lsin. Her zaman hushyorlar tuturli, bedenimiz sapasını qilayli. Bir şekilde Xitoyning qanday şekilde bizga xizmat qurayotganligini, qanday nereden nega bizga hujum qilma deyotganligini, bizni qanday şekilde yana bir paqqaq tiqib, bu bizning olgan shu xato qadamimiz bizga ziyon Xitoyga foyda olib kelmasligi kerak qarindoshlar. Biz ziyanını yaman cıqtatdık. Hem de yana tatip verişimizden ornu yok. Muşada, muhacirette serhil küçtün ya 10 minimiz vardı. Ya 50 minimiz vardı qarindoshlar. Onun artık bu san ne çeksan. Ama bu çeksandan qanday cheksiz paylanamiz? Qanday muşu san bilan, muşu Indiya bilan, muşu insonlarni bir yerga kelamiz. Qanday şekilde Xitoyga zarba bera oladigan bir şekilde o'tirg'i chiqa olamiz? Hazır Xitoyning xalqaro vaziyatni ko'rdi, mayli Amerikadagi so'dirish olsun, mayli nimasi olsun, xalqaro xabardan keyin deylik, bugungi bu xalqaro xabardan keyin bo'lmasa, ammo to'g'ri tafsilotga to'xtalmayman. Demak, cho'g'im xalqaro vaziyatda Xitoy qanchalik mushunday gelni siqqan ekan, qarindoshlar, gelinimda siqdigan ekan. Mushi siqdiyotgan paytdan biz qanday foydalanamiz? Qanday şekilde hareketimizni davomlashtiramiz? Biz Daesh'ni kendi gidadigan, yavimiz kim bo'lsin, mushuni qo'larini ursammi emas. Ya, to'xtabdi. Men Xitoyni urma, ammo men o'zimning armiyasi bilan, o'zimning askari bilan, o'zimning yo'li bilan, o'zimning strategiyasi bilan urma uni.
başka adamning nimasi bilan, başka adamning ko'rsatmasi bilan hamkorlashishimiz mumkin, lekin butunlay haqni berib kelib qolsak, ziyon tortib qolamiz. Shuning uchun qarindoshlar, her narsada voy mamondatdi, ya zodi biz mushundatdi, ya chuqum mush yo'l bo'lmasa bo'lmaydi, ammo uning bir sharoiti bo'ladi. Shuni hozirlaydigan bir sharoiti bo'ladi. Bu sharoit to'g'ri kelgan vaqtida anandan kim biz bir shaklda o'ttirg'i chiqib, bir shaklda bir ish qilsak, nihoyat yaxshi bo'ladi qarindoshlar. Shuning uchun mening demoqchi o'g'lim, mayli Bahodir Kordirga o'tkizsin, mayli Afg'onistonga o'tkizsin, mayli kimga o'tkizsin, manda ilaqi xabarga hayajonlanib ketmay, to'xtab tur deb o'zimizni tutib olib, nereden nega ish bo'layotdi? Buning xalqaro vaziyatga o'rni qaysi? Ha deb Turkiyadan, ya undan, ya bundan, Amerikadan, undan, bundan xapalaydigan ishimiz yo'q, qarindoshlar. Bak xalqaro vaziyatda kim biz bilan hamkorlashyapti? Kim bizning dushmanimizning dushmani bilan hamkorlashimiz kerak, qarindoshlar. Ama hamkorlash degan gap hamma nimamizni tukutib berib etamiz degan gap chiqmaydi. Yani hamkorlashib ish qilishni sherikishib ovqat qilganga o'xshash. Mushuni bilishimiz kerak. Xalqaro vaziyatda kim bilan qanday muomala qilishimiz, qanday ish qilamiz, qanday harakat olib boramiz, bu shakldagi narsalarda buni tushunishimiz, xalqaro vaziyatni og'rib qilib o'zimiz ya zodi mushunda al desak bo'ladi, anda al desak bo'ladi deb boshqa o'zimiz bilan ko'z qarashi o'xshamagan odamni tillash, unga qarshi turish yoki uni yaratmaslik menimcha to'g'ri emas bu ishlarimiz. Shuning uchun bu yerdagi mening ilgari surgan narsam faqat o'zimning tushunchasi. Faqat o'zimga vakillik qiladi. Buningdan to'g'ri yeri bo'lsa, agar mening tahlilim, mening mulohazam to'g'rini qabul qilam, ammo men o'zimning tushunchasini bir shaklda o'ttirib qo'yishga tirishdim, xalqimga foydasi bo'lsin. Mening bu ilgari surgan narsalarimdan xalqimiz biroz azroq bo'lsin o'ziga loyiq bir narsani ilova olsin degan shaklda sungan bo'ldim, qarindoshlar. Onun için bugün programımızı bu şeyde ahırlaştırırız. Her qanday iş, her qanday xabarni uni nəhayət yaxşı təhlil qilishimiz, nəhayət yaxşı mulohaza qilishimiz, deblam aldırab onunğa hələqə çapallarımızı silib, yanılarımızı türüb ketishning o'rni yo'q. Da şəkildə nima qilib bizcha o'ylanib, 7 o'lchab bir kasdaydi-ku, o'lchab biz 7 emas, 14 o'lchak bo'ladi. Hozirgi vaziyatda nəhayət yaxshi shaklda qilib, hayajonlanib ishal olmaydigan, hayajon deb ishal olmaydi qarindoshlar. Bu aqlimizni Alloh bergan, bu aqlimizni to'g'ri shaklda ishlatib to'xtabdi. Buning keyindi kim, nima, vaziyat qanday? Bu vaziyat qanday bo'ladi? Buni qanday tahlil qilamiz? Deb Turkiya chiqiribdi, Turkiya deb Turkiyani yoki bizning uni buni qilishning o'rni yo'q. To'xtabdi. Turkiyaning bu shakliga tushirayotgan narsa nima? Türkiye'deki xabarlarni jiq anlanlar qarindoshlar. Da xalqning muloyisini Ergun Dunal degan bir Türk muloyiz strategiya muloyizasi bor. Shu birodarlarning gapini anglab, uning hammasini qabul qilib olmanglar. To'xtabdi, bu nima deydi? Bizning vaziyatni qanchalik kuzatdi, qanchalik bo'ldi? Buning qarta qanday bo'ladi debchi. Har odamning gapi o'zining tarafini kuchlantirib turib qiladi uni. Ammo biz uni degan vaqtida uni tahlil qilib to'xtabdi. Ana yeri qanchalik, mana yeri qanchalik deb bunday shaklda tahlil qilib o'zimiz loyiq yerini ilib olsak, nihoyat yaxshi deb qarayman. Qarindoshlar, vaqt munosabati bilan bu shaklda to'xtatay. Hammalarni Janob Allohga topshirib, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.